Bu xitoylik fabrika rahbari hashamatli sumkalarning aslida katta firibgarlik ekanligini oshkor qildi. Ba'zilar Xitoyda ishlab chiqarilgan yorlik bor sumka hech qachon hashamatli bo'lolmasligini aytishadi. Ammo aslida dunyodagi hashamatli sumkalarning 80% dan ko'pi Xitoyda ishlab chiqariladi, lekin hashamatli brendlar buni tan olishni istashmaydi. Ular Xitoy zavodlaridan deyarli tayyor sumkalarni o'z mamlakatlariga olib ketib shunchaki qayta qadoqlash va logotip o'rnatishni amalga oshiradilar. Shunday qilib, bu sumkalar ularning do'konlarida go'yo Italiyada yoki Fransiyada ishlab chiqarilgandek ko'rinadi. Endi ko'zlaringizni yuming. Keling, miyangizda juda oddiy tajriba o'tkazamiz. Tasavvur qiling, sizda Hermes sumkasi bor va birdan undagi Fransiyada ishlab chiqarilgan yorlig'i Xitoyda ishlab chiqarilgan deganiga o'zgarib qoldi. Boshqa hamma narsa teri, zanjir va boshqa qismlar o'zgarishsiz qoldi. To'satdan sumkangiz ilgarigidek hashamatli bo'lmay qoladimi? Agar shunday bo'lsa, demak siz uzoq vaqt davomida hashamatli brendlarning bozor targ'ibotiga aldanib, ularning ta'siriga tushib qolgansiz. Haqiqiy dunyoga xush kelibsiz. Endi menga aytingchi, sizningcha uning gaplari rostmi yoki bu Xitoy targ'ibotimi?